İskanlar hayırlı olsun. Bu hikayelerini bana naq meydanda oturup anlasa hakikaten qo'rqinchli bo'lgan. Necha kun oldida bir do'stimning uyiga borgandim. Bu do'stimning uyi hamdi noyadan shu yezig'i chiqib ketadigan qarma yo'lning tepasida. Ularning uyining oldida kengri bir itizliq bor. Itizliqning keyinda shuna cho'ng bir o'rmonliq bor. Shu o'rmonliqqa qarab turib bu hikoyani deb berdi. 90-yillarning boshlarida cho'ng dadasining beshiga kelishgan. Shu zamonlarda bir kuni cho'ng dadasi uyda o'ltirsa, kechida qo'shnisi kirib, suv kepti, suv ichib eling deb chaqiribdi. Shuning bilan deb u suvning boshlamg'i berib, ketmanda cho'ng yan chepib, suvni shunda cho'ng bir boshlab etgandan keyin velosiped minib, bunda aylanib, itizliqning beshiga berib qarab turibdi. Mo'lchar bo'yicha u suv shu yerdan iqib kelib, eriqni bo'ylab, bu itizliqqa kelishiga bir 10 minut vaqt ketgan. Shunda qarab tursa, bu suv kamapti-da, yarim soat vaqt o'tib ketibdi. Shuning bilan suv ichilmay qoldimi yo nimish bo'ldi deb shu suvni oshqa yerga berib yana bir qarsa, u suv shundoq hamdi ulug' kelayotgan-kanda, buni ko'rib endi kelgan bo'lishi mumkin deb yana velosipedni minib, aylanib, itizliqning beshiga kelib qarsa, suv yana yo'q. Yiliqi boshdan ichivatgan suv endi o'rmonliqning ichidagi bir eriqdan o'tadi ekanda, shuningla o'rmonliqning ichida bir yer to'silib qoldimi ya deb eriqni bo'ylab o'rmonliqning ichiga kiribdi. Shu zamonlarda endi shu o'rmonliqning ichkiri bir yerda bek tekshi emas deb atilgan bir yer bor ekan. Bu dadash mengib shu tekshi emas deb atilgan yer kelgan vaqtida qarsa, bir qop-qora kiyimlik odam shu eriqning ichiga beshini tiqib olib bir narsa qilayotgan. Bu qop-qorong'ida bu odam nima ish qilayotgandi deb qo'shnam o'xshaydi deb, "Ey Rahmonjon" deb to'lab yiqibdi. Lekin hiliq odamdan qilich sado kelmabdi. Iniq ko'ranmay eriqning yon tarafiga o'tib qarsa, hiliq qora kiyimli kishi beshini eriqning ichiga tiqib olgan. Suvmu sharildab eqib kelib, dal shu qora kiyimli kishi boyaga kelganda butunlay uzilib qolgan. Demak, hiliq odam beshini eriqqa tiqiblam, u suvning hammini ichib olgan. Shuning bilan bu dadash haros bu atrof tekshamasdi, bu yerim kechada men nimani ko'rib qolgandim deb bir xil surbesishga boshlabdi. Shunda bo'lsa-mu ham bu dadashning qo'lda o'zi kichik lekin shunda o'tkir bir paltisi bor ekan. Qo'lda shu bo'lgandan qo'rqmay og'zidan naqshlarni itqash asta-asta shu qor kiyimlik odamning keyindan yiqilib ketdi. Bu qor kiyimlik odamga yiqilib kelishdan burun cho'ng bir nafas ilyapti. Ondan bu menish jarayonida qat'iy nafas olmabdi-da, men tinsam tiniqimni anglab qolmasin deb shundoq avoylab dastlab mengib, yiliqining keyiniga kelib qarsa, bu rostla odam emas. Shuning bilan choshdan kappida tutiblam ozroqli choshni u paltada kesyapti, anadakin keyini qarab qechibdi. Yugurab uyga kirib eshikni ichidan taqoblab jimmi yetyapti. U kun kecha endi tinish o'tibdi. Ertasi kechdan boshlab yarim soat bir ishkilar bilan eshikning tubida birdam opasining ovozida, yana birdam qo'shnisining ovozida biraylanib shu Ahmadjon deb to'laydi ekan. 3 qitim, 4 qitim to'laydi ekan. Ba'zida hattoki eshikni tak chekildi ekan. Shundoq chiroyli chekidi deydi lekin eshikni 3 qitimlam chekildi ekan. O zamonlarda hamda uylarning derizalari ozma o'g'iz tarafdan to'nglik qo'yib qo'ydi-ku. Hattoki ba'zi kunlar yerim kechida mush to'nglikdan urug' tuqqanlari, qo'shnilari, tonish bilishlarining siyoqida shunda beshini mundo ichiga tiqib uyning ichiga qaraydi ekan. Bu dada shunda qo'rqidi ekan. Ba'zida hattoki ko'p kunduzda shu chinqi tush vaqtida bu dada itizliqda ish qilayotgan bo'lsa, mush daraxtning soyasida işte beshini yerga sangiltib, shundoq ma'yus o'ltirib ketadi ekan bu odam. Buni ko'rib biza ich og'rib qopdi. Hamda o'zimi burun hamda mushlarning boshliqlari bor, chechin sanaydi, chechi to'liq olmay qolib qolsa jazolaydi deganda gaplarni anglagan ekanchu. Menga biroz ziyon zahmat yetkazmasa, chechini qaytarib berib yetaymi ya deb o'ylab qopdi. Lekin men uning bilan qanday ko'rishib, qanday berib yetaman deb yana bir tarafdan qo'rqibdi. Shunda bo'lsa-mu bir kun kechda g'ayratga kelib, u chashni hamda bir kitobning orasiga qistirib qo'yganka, shu kitobni elib o'rmonliqning ichidagi hiliq qor kiyimlik odam tunji ko'ringan yerga kelib saqlab turibdi. Birdam saqlab turgandan keyin u qor kiyimlik odam hamda Ahmadjon ismli dadashning itizliqining ishlariga qarshi beradigan Rahmonjon ismli bir odam bor ekan. Shu odamning siyoqida asta-asta bu dadashning qishiga yiqilishibdi. Ondan 5 metr qolgan yerda to'xtab, og'zini midiriltib bir narsalarni debdi. Lekin ovozi dadashning qulqining ichida anglanibdi. Nurg'un gaplarni qilibdi hamda bu gapning asosli mazmuni bo'lsa, chechimni qaytarib berib etgan bo'lsangiz, mening hayotim qutlib qolgan bo'ladi, siz menga cho'ng yordam qilgan bo'lardingiz. Men sizning avlodlaringizga cheqilmayman, ham chechimni olgandan keyin bu yerlardan ketma, bu yerlar tinchlanib ketadi, menga yordam qiling degandek shu mazmundagi bir gaplar ekan. Shuning bilan bu dadash u gaplarni anglab bo'lgandan keyin u kitobning yiliqi choshni qistirgan varaqini shundoq ichib, bunday yerga tutibdi ekan. U chosh serli yerga tushgandek bo'pti.
Anandan keyin bu dadaş keyinigime qaramay shundaq tez mengib uyga qaytib kirib ketibdi. Kechicha endi o'gisining ustida nag'ma navo doqdumbaq nog'ri sunaylarning ovozida bu dadaş endi shunda bir uxlayolmay ketibdi-da, quliqining ichida, hattoki mengisining ichida anglandikan ovoz. Uydagi boshqalardan, ayoldan, bolalardan so'rsa, ular biz hech nima anglamadik deydi. Bu yerim kechidagi o'gizdagi nag'ma navo bu dadaşning quliqiga 2 kun uda anglanibdi. Şunun bilan bo'lmay, u dadashning opasi barka bir 80-90 yoshlarga kirib qolgan cho'ng apash. Shu cho'ng apashning qishig'i chiqib bo'lgan ahvollarni bir qurdab bergandan keyin u cho'ng apashning ochiq keldi. Sen nimish qunday qilsan, nimishqa u haqqa yaqin kelsasan, so'ron qilib qo'ysa yoki jiningga qas qilib qo'ysa qanday qilarding deb ochiqlanib so'zlayotgandan keyin, sen chichini qaytirib bergandan keyin ularning o'ziga tushliq ayoli Әмрайи, баллары, урық тұққалары болуды. Ашылар білән бірлікті бәлкім өгізіңді нәғмі нава қылып, өзінің қошалықын ипадылеген болушы мүмкін. Әмді онда işlemi bulmaydı deptu. Rast degan kidek, o apısığı dep beriş jarayonida heliqi qor kiyimlik odam bu gapni anglab qolganmi? Shu kuni kechdan boshlab hech qanday bir ovozmi anglanmabdi. Shu kun mush atrofda 10 yillarning oldida yuz bergan yana bir ish borki, endi heliqi chechini ilib olib qaytib ketgan qor kiyimlik shu kishi qilgan ishmi yoki boshqa birisi kelib urilishib shu qilgan ishmi bilmaymiz. Shu hikoyani men bir necha kundan keyin sizlarga so'zlab beray.